Allohim musofirda yurgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga o'zing yordamchi bo'lgin. Ularni o'z hollariga tashlab qo'ymagin. Har doim taqvoni zodi rohala bo'lishligida o'zing ko'makchi bo'lgin. Senga qilgan duolarini o'zing ijobat qilgin. Turmush qurmoqchi bo'lgan bo'ydoqlarimizga ko'zlari quvonadigan juft halol ato qilgin. Chimildiqsiz dunyodan o'tib ketishlikdan ularni asragin. Turmush qurmoqchi bo'lgan qizlarimizga Alloh taolo adolatli, mehribon, muhabbatli, iymonli kuyov ato qilgin. Ilm talabida yurganlarimizga, jamiyatimizga foydali bo'lgan ilmlarni ato qilgin. Qur'on yodlayotganlarni zehnlarini ochgin. Qur'onni ularning foydasiga hujjat qilgin. Xalqimiz ichida ahli sunna val jamoada, Hanafiy mazhabida birlik, birdamlikda yashayotgan xalqimizni o'zing muhofaza qilgin. Bu birlikka, bu birdamlikka rahna solayotgan besunnatlar, sunnat inkorchilari, hizbiylar, havorijlar, radikal ateistlar, har turli buzg'unchi toifalardan o'zing asragin. Ularga qarshi qadamlarimizni sobit qilgin. Tillarimizni o'tkir qilgin. Raddiyalarimizni sobit hujjatli qilgin. Farzandlarimizni mana shunaqangi sunnat inkorchilariga o'xshagan to'poy odamlar safiga kirib qolishidan o'zing asragin.